Oltin, sadoqat va muhabbat sinovlari. 9-oktabr 2025-yil soat 19. Oh-ohda mening yurtim telekanalida Iffat serialining 9 qismi namoyish etiladi. Kamron va Shirinning taqdiri kutilmagan zarbalar, og'ir sinovlar va mashaqqatli yo'l orqali sinovdan o'tadi. Haqiqiy muhabbat qanchalik kuchli ekanini bu safar hayotning o'zi ko'rsatadi. Iffat seriali tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olib, o'zining samimiy hikoyasi va hayotiy obrazlari bilan ajralib turadi. Har bir sahna bu inson qalbining nozik tovlanishi, muhabbat va sadoqatning haqiqiy ma'nosini eslatadi. Bu qismda qahramonlarning kechinmalari yanada chuqurroq ochiladi, ularning ichki kurashlari tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Iffat bu hayotning o'zi, unda har bir inson o'z aksini ko'radi.